Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum baraka savdo kanalining aziz obunachilari. Bizni kuzatib borayotgan singlar mana Leysa appalashga chiqar ekan seximizdan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Manaqa litsenziyalarni ham chiqardik mana. Appalashkalari bular. Bu techi nimaga desanglar, devorga qatilib turib, beton qurinaveradi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu bitta o'zi emas, bu yoqda qo'shimchalari ham bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bular ham tekis chiqqan, mana listdan qilingan mana. Qalinliklari ham zo'r mana. Bunisi ulanadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Meriga qo'ygan sababli temir tiqib qo'yamiz, ulanadi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Zo'r chiqqan. Mana merlariga ulanadi. So'zlichayni qo'yib oladi, ulanaveradi. Keyin betonni quyulaveradi mana ko'rishlaringiz mumkin. Nechta pog'onasi bor ekan? Buniki hozircha 6 ta mana. Ha, 6 ta. Bu yerda qo'shimchalari bor mana. Xohlasa 5 ta, xohlasa 4 ta. Xohlasa 4 ta quyulaveradi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Yasab beraveramiz ham. Bular narxli keladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yamiz, xudo olsa, necha pulligini. Bu bitta litsenziya emas, bu yerda kolonnalarimizdan bor mana. Bu kolonnamizdan bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Bunisi 8 metrli bo'lishi kerak. 8 metrli bo'lishi kerak. Sizlar bu yerda kolonnamizdan bor 8 metr deb adashib uzun, bu 3 metr ekan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana eniga hisoblaydigan bo'lsa, mana bu 8 chiqyapti mana. O'zlariga ham ko'rsatamiz otishtasiga mana. Pishiq bo'lgan, mana qimirlamaydi ham. Rossiyskiy materialimiz bu. Finskiy panelali. Finskiy panelali appalashga ham qilib beraveramiz, zakaz qilib chiqarsanglar mana ko'rishlaringiz mumkin. Bularni qo'shib beramiz. Bonusiga 1-2 ta qo'shib beramiz, xudo xolasa. Musofirdagilar o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Oilangiz oldiga salom aka oilalar. Sizlardan bitta iltimos, obunachi tugmasini ezib qo'yishinglar so'raymiz. Xudo xolasa ro'zani o'tkazib olib, hayitni ham o'tkazib olib, mana jiddiy kamenimizni ham boshlaymiz mana. Ko'rishlarimcha xilma-xillari bor mana. Chiqarib beraveramiz. Xilma-xillari ham bor. Bu yerda hayitliklari ham bor mana. Quyoshga chidamli, suvga chidamli, zo'r mana. Bu salafan nimaga yoqib qo'ydinglar desanglar, menga beton quyatib yoqib qo'ydik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Shilib olsanglar ham chiqmaydi mana, tosh miramir. Bir necha oy avval Baraka kanaliga buni yangi yapishganimizni joylaganmiz videosini. Mana ko'rishlaringiz. Xudo xolasa bu jiddiy kamerani boshlab oladigan bo'lsak, qalbga nima solyapmiz, qalbdan qanaqa pechat olyapmiz, qanaqa qilib pechat olinadi, toshlar keladi, kleylarni ham sotuvga qo'yamiz, xudo xolasa. Bu hayitni o'tkazib olsa bo'ldi mana. Sizlardan bitta iltimos, obunachi tugmasini ezib qo'yishinglarni so'raymiz. Videomizga like tugmasini ezib qo'yishinglarni so'raymiz.